Men Karimova Muqaddas Mirzaliyevna respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya va radiologiya ilmiy amaliy markaz Farg'ona viloyat filialida faoliyat ko'rsatib kelaman. 2007-yildan buyon mana shu markazda o'z hissami qo'shib faoliyat ko'rsatib kelmoqdaman. Dastlab poliklinika bo'limida oddiy hamshiralik vazifasida faoliyat boshlaganman. Salkam 20 yildan buyon mana shu poliklinikada o'z faoliyatimni olib bormoqdaman. Poliklinikada ishlab kelayotgan malakali vrachlarimiz mana shu O'zbekiston fuqarolariga, nafaqat O'zbekiston fuqarolariga, chet mamlakatlardan kelayotgan fuqarolarga o'z xizmatlarini ko'rsatib kelmoqdalar. Bizning poliklinikamizda yuqori tekshiruvlar o'tkazish maqsadida yangi turli xil apparatlar kelgan hamda ular shu paytgacha xizmat qilib kelmoqda. Masalan, mammografiya apparati kelgan, yangi sayyor mashinasi alohida kelgan, xona uchun alohida kelgan. Hozirda mana shu sayyor mammografiya mashinasi poliklinikalarda, tuman poliklinikalarida, shahar poliklinikalarida hamma ayollarni tekshiruv o'tkazish maqsadida hamma joylarga borib, tekshiruvlarini yuqori darajada ko'rsatkichlarda tekshirib kelinmoqda. Qanchadan qancha kasalliklarda, masalan, ayollarning sut bezi kasalligini erta aniqlash maqsadida mana shunday tekshiruvlar olib borilmoqda. Bular ayollarda qancha erta aniqlansa bu kasallik, shuncha tez davolanib ketishiga yordam berib kelmoqda. Poliklinikamizda shuncha yildan beri ishlab o'z faoliyatimda qancha bemorlarni qabul qildik, ko'p bemorlar bilan ishladik. Bu bemorlarni qancha hayotga qaytib yashab kelayotganlari ham bor. Bularda mana shu poliklinika xodimlari, mana shu markaz xodimlarini o'z ish faoliyatlarida uddaburonligi, o'z ish faoliyatiga sodiqligi, ish faoliyatlarida yaxshi eplab kelayotganliklari uchun qanchadan qancha kasallar o'z tashakkurnomalarini bildirib kelmoqdalar. Masalan, bemorlar bizda juda ham psixologik tushkunlikka tushib keladi, chunki onkologik kasallikda hamma eshitganda hamma tushkunlikka tushadi. Shunda bu bemorlar bilan bizni oliy toifali hamshiralarimiz, malakali vrachlarimiz suhbatlashib, o'zlariga yaqin olib, bu kasallik haqida to'g'ri tushuntirib, albatta o'z vaqtida davolansa, Xudo xolasa yana hayotga qaytib, o'z farzandlariga otalik, onalik qilib yurishliklariga sabab bo'lib kelmoqdalar. Hamshiralik faoliyatimda mana shu onkologiya xizmatini qilayotganimdan men juda ham faxrlanaman, chunki qayerda faxrlanaman? Bemorlar kelganda juda tushkunlikka tushadi, ular bilan suhbatlashamiz, qabul qilamiz, yotqizamiz, ularga tibbiy xizmat ko'rsatamiz. Ular juda ham hayotdan to'ygan holatda bo'ladi. Ular hamma yoqqa tayyor bo'lishadi. Shu paytda bizni ularga yaqin gaplashganimiz, ular bilan suhbatlashganimiz ularga qanchalik yordam beradi. Ular yaxshi bo'lib ketishgandan keyin ular qayta bizni ko'rigimizga kelganda, siz bilan birinchi gaplashganman, siz menga psixologik yaxshi yordam bergansiz, sizni gaplaringiz, sizni menga bergan maslahatlaringiz meni mana shu kimyoterapiya olayotgan muolajalar vaqtida kuch bo'ldi, quvvat bo'ldi deganida, mana men qaytib keldim, mana shunchalik yuzimizga tushib turibdi, rahmat sizlarga deganda, men o'z ish faoliyatimdan faxrlanaman hamda mamnun bo'laman. Ularni kulgan kulgilari, ularning chehralari hamisha bizga yaxshi ish olib borayotganimizni yanada ko'rsatadi.